Alhamdulillah, assalomu alaykum. Kamarimni, yana bitta kamar oldim, kamarimni himoya qildim. Mo'ytaydan. Inshaalloh O'zbekistonning she'rlarini ko'rsatamiz. O'zbekiston olg'a. Inshaalloh bu yerga faqat yaxshiligiga, faqat yaxshiligiga. Sizlar faqat omad qancha qilsanglar bo'ldi. O'zbekistonning she'rlarini ko'rsatamiz. O'zbekiston duoda bo'linglar. Mani elim, ellatim, oyaginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbegim. Mani elim, g'ururim, jonim fido bo'lsin agar u meni kamida har dam. Salomatligi bor, oqibatda og'ridagidan odam xotirjam. O'zbegim meni millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib har yon aqli xarobotlar. Devonai mashoyix abdollar, Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Teradi ko'yinon sirlarini bilishni istar hamon bu odam zot. Hozirgi kunda ham noayon bardalbon. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. O'zbegim, mani O'zbegim, millatim meni g'urur. Zaminim elimgoda yanada bepayon, har tomonda Samarqand, Buxoro, Xiva tomon. Bo'ldim gadoy mani, yana bu magizdim dono dunyoning olamida mani. Olamida mani. Shukur qilarim bor kecha-yu kunduz. Ota-onamning bergan tarbiyatini haqida ado etib bo'lmas ekan hanuz. Nechunlar bunday mehribon, borliklari bir ulug' inom. Farzandining aybini yashirish va afv etishda bardavom. Chunki ular ham vaqtida shunday tarbiyat ko'rgan. Badar buzruglarimga ota bobolarimdan yaxshilik, go'zal muomala, halim bo'lish va qolaversa kechirimli bo'lish degan omillar meros bo'lib qolgan. Har bir o'zbekning olgan tarbiyati shu. Avlodi Timuriy nasl nasab, mana bu men fidokor. Atadim umuman olganda borimni, hattoki har doim gadoyim bo'lsa ham roziman umrbod. O millatim, o'zbegim, bilaman qadringni. O'zbegim, mani elim, o'zbegim, millatim meni g'urur. Zaminim elimgoda yanada bepayon, har tomonda Samarqand, Buxoro, Xiva tomon.